Alaykum qadrdonlarim. Biza bugun gilamcha yasaymiz. Mana o'rtasidan ikki yog'iga 20 tadan oldik. Hammasini burchak bezab oldik, chizib oldik chiroyli qilib. Ana endi gilamchani mana 10 ga 8 santimetrli matolarimizdan, qiyqimlarimizdan qirqib olib tayyorlab oldik. Mana shunaqa usulda bukiladi bu. Mana shu bukkan holatimizda mana o'rtasini belgilab olganmiz. Mana bundoq qilsak belgilanadi. Mana shuni mana shu o'rtasiga qo'yib tikib olamiz. Mana shundoq qilib tikib olamiz. Mana bu yog'ini ham tikib olamiz birga. Mana. Ana keyin buni bundoq qaytaramiz. Mana bundoq qaytaramiz, yonidan tikamiz. Butiga ham shunaqa qilib tikamiz hammasini. Mana hozir mana o'rtasini olamiz. Oqishroq materialimiz bo'lib qoldi birinchisiga. Mana chiziqlarimizni o'rtasiga qo'yib oldik, o'rtasini. Mana shu usulda tikib chiqamiz. Mana. Mana keyin bu tarafini ham xuddi shunga to'g'rilab, mana o'rtasidan tikib olamiz. Mana tagida chizig'imiz bor boshlanishiga, o'sha chiziqdan boshlab turib, mana bu burchakgacha kelamiz. Mana endi buni bukib olamiz. Mana bukib olib turib, mana shu usulda tikib chiqamiz. Mana bundoq qilib, mana iplarni tozalab boramiz. Astarini birga qo'yganmiz. Choklari ham astari bilan baravar bo'lib chiqadi. Mana bunisini ham shunaqa qilib olamiz. Mana. Mana keyingi mana chizig'imizga ham olamiz. Mana shundoq qilib, mana o'rtasini belgilab turib, mana qo'yib olamiz. Qo'yib olamiz. O'rtasiga borib yetish kerak. Mana ikkinchisini ham qo'yib olamiz. Mana qo'yib olamiz. Mana chiziqdan belgilab, chiziq bo'yicha tikib kelamiz mana. O'rtasidan o'tish kerak. Mana shunaqa qilib tikib boramiz. Mana yana buklaymiz. Mana yana buklaymiz chiroyli qilib. Mana mana bu tarafini ham xuddi shunaqa qilamiz. Mana mana aylantirib chiqdik. Mana keyin xohlagan yana rangimizni olamiz. Masalan, birinchi ro'zvoy olishimiz mumkin, hali qoraga gap keladi. Yoki qora qo'yishimiz mumkin. Mana buni ham mana shu usulda buni yoniga qo'yib boramiz. Mana chizib kelamiz. Bu yerdan mana bu yerdan 1 santimetr qolish kerak. Keyin buni tikib boramiz. Mana 1 santimetr chok qoldi o'rtadan. Mana buni tikamiz. Mana bu chiziqqa moslab turib tikamiz. Ana. Usulini bilib olsangiz oson. Mana. Mana shu usulda hamma yoqni tikib kelaveramiz.
Mana bu yerda qancha qolgan bo'lsa, bu burchagimizda ham shuncha qolish kerak. Mana bu yerda qancha, bu yerda ham shuncha mana qolish kerak. Mana shunaqa qilib tikib chiqamiz. Mana qadrdonlarim, mana oq rangini qo'ydik, ro'zli qo'ydik, mana yana bu qizilni qo'ydik, mana ko'kni qo'ydik. Mana endi bu yerga yana har bittasini to'rttadan qo'yganingizdan keyin yana orasiga to'rttaga qo'yib ketaverasiz. Mana bu yerda qancha qolgan bo'lsa, bu yerda ham xuddi shuncha qolib, mana o'rtasini qo'yamiz. Hammasiga o'rtasini. Mana o'rtasini qo'yib bir xil qoldirsangiz, bir xil narsa bo'lib chiqaveradi. Mana mana shunaqa qilib har xil ranglarni ulab boraverasiz, xohlagancha. Mana buni ham bundoq qilamiz. Mana chiroyli chiqaveradi hammasi. Mana keyingisida ham xuddi shunaqa. Mana buni qoldiramiz, bundan oldingisiga ulaymiz mana shunaqa qilib. Mana qadrdonlarim, mana keyingi ranglarni ulab boryapmiz. Mana endi mana bu to'rttadan ulaganimizda orasi ochiq qolyapti. Mana shu orasi ochiq qolmasligi uchun endi to'rtta emas, yana orasiga biza kirg'azishimiz kerak mana. Ko'paytirishimiz kerak qatori. Mana endi buni orasiga mana bu ko'rinayotgan joyiga mana buni qo'yamiz. Mana shunaqa qilib, mana ko'payib keladi keyin. Qator bo'lib keladi, keyin yana ustiga qo'yib ketaveradi ranglarini. Mana qadrdonlarim, mana hammasini to'ldirib chiqdik. Mana endi buni chekkasini kesib olib, kant bilan обработка qilamiz. Mana ko'ring. Sizga ham yoqadi. Siz ham xohlaysiz qilishni. Mana qilib ko'ring. Chiqadi. Hozir tayyorini ko'rsataman yana. Mana qadrdonlarim, mana gilamchamiz bitdi. Mana. Mana orqasi. Mana. Mana ko'ring. Sizda ham chiqadi. Sizlar matolaringiz undan ham chiroyli. Siz ham harakat qilsangiz shunaqa chiqadi, xudo xolasa. Mana ko'ring. Faqat uni mana yetib kelganda ko'p orasiga qo'yib ko'paytirib boriladi. 3-4 ta qatordan keyin. Ochuv joy qolganiga ko'paytirib boraverasizlar. Sog' bo'linglar, harakat qilib ko'ringlar. Sizlarda ham bundan-da chiroyli chiqadi mana. Mana. Rahmat. Sog' bo'linglar. Mana harakat qilinglar. Zavqlaninglar o'zingizlar qilgan ishdan. Sog' bo'linglar.